kerak. Aka, endi siz mana to'g'risiz-a o'zingiz mana ovqatlarda qanaqa yog'lar ishlatasiz? Mana silishni yog'lar, boshqa qanaqa Bitta manbas haqiqiy professional, o'zini professional hisoblagan oshpazlar mana shu brenddan foydalanadi. Ha, prezident. O'zim ham постоянно shu brendda eng sifatli, eng foydali. Lekin qo'lingizga qanaqa bu? Bu Makfa brendiniki, ovsyanka juda ham yaxshi, juda ham sifatli. Vazn olmoqchi bo'lgan odamlarga maslahat beraman, tavsiya qilaman buni. Oddiy sutga shunday aralashtirib turib, blenderdan chiqarib ichsalar ham foydali Biroda bo'ladi. 5-6 kilo semirsa bo'ladimi? Bo'ladi, faqat to'g'ri. Ha, me'yorida. Me'yorida to'g'ri tanovul qilishni bilish kerak. Keyin olayotgan mahsulotlarni doim yaroqlilik muddatiga qarab olinglar. Masalan, kunjutni etdan och qoringa bir qoshiq ichsangiz, ichki oshqozonlaringizni, ichki organizmlarga shunaqangi foydasi borki, ayniqsa yuzlaringizni tiniqlashtirib beradi. Keyin mana olivka maslani men doim o'zim maslahat berganman hammaga. Buni qaranglar, doim so'rashni bilinglarda, sababi ovqat bilan qiladigani bor, salatga qo'shadigani bor. O'zini ichadi. O'zini ichadigani bor. Supermarketga kelganlarida doim mutaxassisdan so'ranglar bu narsani.